Ko'z oldida xiralashish, qorayish bu oddiy charchoq emas. Bu xavfli alomat bo'lishi mumkin. Davolash kechiktirilsa, muammo yanada jiddiylashishi mumkin. Glaukoma, katarakta yoki diabetik retinopatiyaga aylanishi mumkin. O'zbekistonning yetakchi oftalmologik markazlaridan biri doktor Anvar Namozov klinikasi sizga yordam beradi. Klinikada katarakta, glaukoma, diabetik retinopatiya, miopiya, gipermetropiya, astigmatizm, bolalar va kattalar g'ilaylik, keratokonus kabi kasalliklarga samarali va natijaga kafolat berib davo choralari ko'riladi. Agar ko'zingizni asrashni xohlasangiz, muammo kattalashishini kutib o'tirmang. Hoziroq bizga murojaat qiling.